Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan bitta pritsepni sotilgan, shuni obzor qilib o'tamiz. Bugungi sanamiz 2025-yil 16-sentyabr sanasida 16-sentyabr sanasida sotildi pritsepimiz. Mana Qashqadaryo viloyati Ko'ktala tumanidan kelib o'tibdilar. Pritsepimiz razmeri 1.70 ga 2.60 razmerda bo'ldi. Pul 14 millionga berdik qalin listlardan. Mana bu yerda yana Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida yana bitta xarid qilganlar. Bu bir mostlik juda baquvvat konteyner listdan. Bu yana bir obzor qilib o'tamiz. Bu 11,5 millionga parkoplarni ham taqib berdik. Murojaat uchun telefonlarimiz mana 99lik 577 46 46, 88lik 528 46 46 nomerlarga murojaat qilib bemalol pritsep xarid qilishlaringiz mumkin. Obuna bo'lib, layklari bosib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Yana ichkaridan pritsep tayyorlanayotgan jarayonlari, mana tayyorlari ham bor. Obuna bo'lib, layklari bosib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Kimga bir mostlik, ikki mostlik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Tayyorlari ham bor. Zakaz asosida ham tayyorlab beraveramiz. Har xil razmerda qalin material, yupqaroq materiallardan qilingan pritseplerimizning tayyorlari bor. Layklari bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Pritsep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida, Mashina bozori yonida. Layklari bosib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Tinchlik, sog'likda uchrashguncha. Kamtarona mehnatlarimiz qo'llab-quvvatlab, layklari bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz.